arzon joyidan bo'lsin, bobo dehqonlardan bo'lsin deganlarga. Bu yerda bobo dehqonlar ham bor ekan, tirikchilikka olib kelib sotadigan akalar ham bor ekan. 1 kilosini aka nech pul beryapsiz? Bobo dehqon nech pul beryapti? 6000 so'mdan berilyapti ekan. Mana qovunlarimiz o'zimizning shu mesniy qovunlar. Tarvuzlarimiz kilosi 2100 so'm, 2200, 2300 so'mdan ham sotilyapti ekan. Dastlabkasi kelishilgan holda bo'ladi. Hozir bironta akamizni mana shu yerda nomerlarini qoldirib ketamiz aka. Assalomu alaykum aka. Nech pul berilyapti tarvuzlar? 2300, 200 so'mdan. Juda ham zo'r. O'zimizning mesni shu Andijonnikimi bu? Andijon. Baliqchiniki. Telefon raqam qoldirsa bo'ladimi aka? Bo'ladi. Netchilik? Menda yo'q. Aytinglar. Netchilik telefon raqam? Mana. Akalar xormanglar. Aka dehqonchilikmi? Yo'q. Tirikchilik-a, olib kelib sotilyapti. Aka nech pul tarvuz? 2,5 mingdan. 2,5 mingdan. Dehqonchilikmi? Ha, dehqonchilik. Telefon raqam? 93lik. 93lik 057 057 7500. 7500. Raqamlariga Kilogra 3 gektar. gap yo'q. 3 gektar bor ekan, kelaverasizlar ekan.